Ha, yuvmasdan sassiq holiga jo'natish kerak edi, to'ppa to'g'ri. Yig'lamang. Men yana tiklandim, ona. Ozgina egildim. Sinmadim, ona. Men sizlarga aytib boraman. Ya'ni safarga kelganimda 10 tasini qamayman. Surachaga yaxshimisiz? Siz rahmat. Uydamidingiz? Ha, hozir endi ishga chiqib Qaro yerga qo'yib bosh, bir qizgina uxlaydi. Ko'zlariga to'lib yosh, bir qizgina uxlaydi. Qaro yerga qo'yib bosh, bir qizgina. Aziz vatandosh, bu videoga befarq bo'lmang, chunki bu yerda bir o'zbek qizining nomusi toptalgani hamda unga zo'ravonlik ishlatilgani haqida gap ketmoqda. Bu Nozima Koreya Respublikasida vafot etgan qiz haqida bo'ladi. Uning oila a'zolariga hamdardlik bildiramiz hamda mana shu videolarni kengroq tarqalishiga sababchi bo'lishingiz uchun bitta like tugmachasini bosib qo'yishni so'rab qolamiz. Sababi bu video ko'proq tarqalsa jinoyatchilar jazosini olishi mumkin. Kerakli joylarga videolar yetib borishiga siz ham yordam bering. Kommentariyalarda o'z izohlaringizni qoldiring. Siz ham o'z gapirayotgan gapingizni bilasizmi? qarang. Yo, mayli, qarang. Aniq bitta gap gapiryapsiz-ku. Endi jim turing, mayli. Mana qarang. Yo'q, men sizlarni yaxshi Nozima tarafdor. Nozima haqida nima gaplar? Uyiga kelgan politsiya. Kech kelgan, aynan o'sha paytda kelmagan. rejalashtirishga Nozimaning mavzusi qolib, insonlar bir-biri bilan dushman bo'lmoqda. Koreyada yig'ib jo'natishgan ekan Avazbekidan oldin. Hop, qarang, Asadbek, shu gapingizga men yana gapirib ketaman. Nimaga Nozimani xolodilnikka solib kutib turishmadi onasi kelib olib ketishiga? Nozima masalasi hali hamon jumboq bo'lib qolmoqda. Ammo uning tarafdorlari bir-biri bilan janjal qilmoqda. yurgan bola onasiga ko'rsata olmadi. Nimaga? Bular har taraflama onani shok holatidan bular juda ham katta foydalandi-ki. Bu yerda bular hozir chiqib olib xalqni to'ppoy qilib o'ynayapti, xolos. Albatta barchasini sizning e'tiboringizga havola etsak. Ha, albatta. Havola etishdan oldin esa Nozimaning oxiratlari obod bo'lsin va Nozimaga adolat deydiganlar bir dona like bosib qo'ying va kommentariy qismiga esa o'z izohingizni yozib qoldiring. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Siz albatta yangi bo'lsangiz hoziroq obuna bo'lib qo'ying, chunki ushbu kanal aynan siz uchun xizmat qiladi. Xo'sh, Nozimaning masalasi bir tarafda qolib, nega bir-birlari bilan janjal qilishmoqda? Albatta barchasini ko'p gapirmasdan batafsil sizlarga taqdim qilsak, marhamat. O'shani hozir ular noto'g'ri qilib yetkazyapti. Kecha zam hokimni o'zi ilmiy ovozini o'zgartirib zam hokim deb chiqdi chatida. Tashqi ishlar qarori chiqqan vazirligini deyapti. Bu qaror bilan bayonot o'shaning uchun odamlarni ikkiga bir xayol qilmaslik kerak-da. Bayonot berdi desin, to'g'ri gapirsin deyapman-da. Gizopani ham ochib qo'yingizlar, Gizopani. Rahmat hammaga, ko'p gapirdim. Unda bir savol borda. Hammasi zo'r bo'ladi, xudo xohlasa. Xudo xohlasa, amin. Zo'rg'on ekanda. Menda bir savol borda. Nega shu kunga kamerani polniy prям ko'rsatmayapti? Nega только 1-2 minutini ko'rsatyapti? Agar polniy ko'rsatadigan bo'lsa, уже bilinadi-yu, jinoyat ishmi yoki yo'qmi? O'sha savol bizda ham bor, lekin kimga shu savolni berishni bilmayapmiz-da biz. Bizda ham bor u savol. U savolga javob beradigan insonlar politsiyada o'tiribdi. Biz zapros bilan chiqqanmiz. Endi o'sha zaprosga javob kutyapmiz. Ularga faqat zapros bilan chiqish kerak ekan. Yoki bo'lmasa, men agar ekspertiza javobini olishim uchun men anaqaga vaqtinchalik nimaga turishim kerak ekan. Uchotga, ro'yxatga. Firzafajon, assalomu alaykum.
man Assalomu alaykum. hayronman bir nimaga 3 oygacha kamera zapisi ushlab turadi. 3 oydan keyin avtomatik o'chib ketadi. Shuni shular poylamayotganmiki shu 3 oydan уже mana anaqa bo'lyapti-da, 3 oy bo'lib qolyapti-da. Shuni Endi etsangiz bilmayman, bizni bo'lmaydimi? tushunishimizcha o'zi вообще-то 1 oyda deyildi. Lekin uni arxivdan ko'rsa bo'lar ekan. Bu yerda ham har bir shaharni har anaqasini o'zini, endi bilmayman bu shu yerda gapi, men o'zimni olib gapirayotganim yo'q. O'zlarini boshida o'sha kamerani ochasan, ochmaysan deydigan boshlar o'tirar ekan. Bu yerda короче borku, anavi mafiyalar ko'p ekanda, bir so'z bilan aytganda. Opalar bitta gap aytib olay, bitta gap aytib olayda. Shu narsachi Aytavering. O'zbekistonga kelsa to'shni ochiladi. Nimaga ular bekorga katta gapirmayapti-da? Ularni qandaydir bu yerda ishongan odami bor. Qandaydir ashu Koreyada Endi bu yerda insonlarga ishonib politsiyani katta agar bir tanki bor tomondan ularda. ko'raman desangiz, bu yerda politsiya kech borgan, 3 soatga kechikib borgan, pasportlarini olib ketmagan, pasportlari hamma narsasi turgan. Ular nima uchun borganda, nima uchun qaytib ketgan? Bu savol ham bor bu yerda. O'lgan odam ham o'zbek, ular ham o'zbeklar ochadi ularni ko'rasizlar ayblarini. U yerda Endi katta uni ishonchli o'zbek odam bola bor. boyagi bolalardan so'ragan, boya kelib Koreyadagi politsiyasi ham kelganda o'zbek bolalardan so'ragan, nima bo'ldi degan, mana shu yerga osib qo'ydi-da deb bitta ro'molni tepaga ilib qo'yishgan, bog'lab. Bu narsani men ko'rdim. Bo'ldi, o'sha narsani rasmga olgan, bo'ldi, boshqa joyni rasmga olmagan. Faqat Masalan, o'sha men narsani rasmga olganda, nima bo'ldi, mana shu yerga osib qo'yib shu yerda o'lib qolibdi desa, ha bo'ldi deganda chiqib ketishavergan. Na pasportni olishgan, na daftarni olishgan, hech narsa olinmagan edi, hech narsa. Uni keyin o'zlari chiqarib, o'zlari harakat qilyapti. Necha kundan keyin o'sha biz qilay boshlaganimizdan keyin boshlashdi harakatni. Feruza opa, Politsiya olib endi ketmagan, hech narsa olib ketmagan. Ammo O'zbekistonimiz militsiyalari ochadi bu ishni opa. Boshqa O'zbekistonlar davlatlar militsiyalari уже ko'rib ochib o'tiribdi, faqat ularda dokument yo'q-da. men o'zimizni o'zbek anaqa tergovchilarga ishonaman. Men boshqa davlatga jon tortmaydi-da, ularga problema kerak emas, lekin bularda katta ishongan odami bor bularda. Ko'nglini to'qil, men eplayman bu yerda deb xullas aytganda, Jaydar aytganda, ularda ishongan odami bor. Bekorga ular katta gapirmayapti deb o'ylayapman, opa, uzr. Ashna deb o'ylayapman. Ularda qandaydir ashetli mesni odamlari bor, ishongan mesni deb aytganda. Biz ham gapirsak bo'ladi. Assalomu alaykum, Feruza opa, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sog'liklaringiz yaxshimi? Feruza opa, ular o'zlari shakarlayaptiki, politsiya kirganda birinchi kirgan vaqtda Nozimani rasmga olgan. Uni rasmlari farqli, ya'ni holati. Bizga tarqalgan rasmlarga nisbatan jim tur. Farqli. Qayerda olgan politsiya rasmga deyapti. Shu uyda olingan rasmlari deyapti-da. Uyda rasmga olmagan. Qarang, shunday tarqatishyapti ular. Politsiya kelmagan-ku, qanday uyda rasmga oladi, o'ylab ko'ring. Bersin. Feruza opa olgan bo'lsa bersin. Kelmagan, politsiya to'shni kelmagan. Politsiya 1:09 bular unga telefon qildik deyishyapti, skoriyga. Menga og'zaki gapida Sherzod aytyapti. Og'zaki gapirib berganida boshida Sherzod aytyaptiki, men kirib bordim deyapti, skoriyga telefon qildim deyapti, 20 minut kutib turdim, skoriy kelmagan deyapti. Skoriy kelmaganda deydi, keyin men uni ko'tarib chiqdim deyapti. Uni ko'tarib chiqqan. Men ko'rgan videoda Sherzod yugurib kelib, undan keyin uni ko'tarib olib chiqishgan-ku, politsiya ko'rsatib berganda 1 minutni ichida olib chiqqan. Lekin orada 13 minut anavi qolib ketgan-ku ichkarida Siroj. 13 minut u nima ish qilgan ichkarida? U turibdi, uni ko'rsatib berishyapti. Politsiya kechroq kelgan. Politsiya aynan o'sha payti kelmagan. Aynan buni o'zlari mashinalariga solib, bular politsiyaga o'zlari olib borgan. Politsiya olib bormagan-ku. Politsiya undan keyin больницаga kelgan, больницаdan keyin uyiga kelgan politsiya. Kech kelgan. Aynan o'sha paytda kelmagan. Rejalashtirishga hamma ssenariy shunaqa tuzilganda, bo'lmasam u vannani narsasiga osishda hech bir aqlga hech kim undan o'lmaydi, bo'lmagan narsa yo'q. Ssenariylashtirganda uchaligi gaplashib turishganda, ana avaz nima dedi, Sherzodlarga savol berganda, qani degan, politsiya hozir olib ketdi deyilgan o'ta. Biz olib bordik demagan, politsiya bizni olib ketdi deyilgan, shunaqa gap qilinganda. shunaqa 100 xil gapiryapti bular. O'zlarini gapi
o'zi ishonmayapti. Xo'p, agar politsiya olib ketgan bo'lsa, ular ko'tarib chiqayotgan rasm qayerdan keldi unda? Opalar Sherzodni boru Javohirjon so'roq qilganda уже hamma yo'qda aytib berardi. Yana bir pas so'roq qilganda. Uni 1 soatda hamma yo'qda aytib beradi agar O'zbekistonga gap kelsa. U уже aytib bo'ldi o'sha Sherzodni o'tirib ham hamma yo'qda aytib bo'ldi masalan. Sherzodda yaxshi anaqa qilsa beradi haqiqatan ham shunaqa. Unda mana shu zo'r tergovchilarimiz bor, bilamiz O'zbekistonda. 1 soatda u hamma yo'qda to'kib beradi. Уже U anav aytgan bo'layim bo'yning yog'ma degan. Ha. Uni Javohirjon o'zini yonida daldalari turibdi-da, yana ham uni dalda bo'lib turibdi-yu yonida o'zini ushatishga. Menimcha yana bitta versiya paydo bo'lyapti-da. Hozir aytdilar-yu, mafiya shunaqa nimalari bor. Ming bor uzr. Gulchehra. Mikrofonlarga e'tiborli bo'linglar, juda ham shovqin kelyapti. Xo'p. Qarang, bitta versiya paydo bo'lyapti-da. Berilib gapirmanglar. Uzab qolgan bo'lishi mumkin. Pastda o'nariga tarafdan. Nima bo'lsa oxirigacha boring, orqagacha tinmang, negativlarga e'tibor qilmang. Bitta qo'rqmaymiz, biz adolat tarafdorimiz. Mana sizlar eshitmaysizlar, faqat o'zlaringnikini ma'qullab turaverar ekansizlar. Biz ham gapiraylik. Men ham gapirsam maylimi? Maylimi? Firuz opa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Tuzuymi? Sog'ligingiz yaxshimi? Sizga beraymi bu savolni yo Javohirjonga beraymi? Opa, men bunaqa ishlarda ustida juda ko'p bo'lganman, tergov jarayonlarida. Meni bitta narsa juda qiynayapti, opa. Gumondor shaxslar saqlanib turishi kerak. Nimaga bular ochiq oydin o'zlaricha o'yin qilib, izdivosiya qilib, o'zlari gruppa ochib bunaqa o'yin qilib yurishibdi. Ularga endi mumkin ekan-da, opa? Gruppa qarang, bu yerda bunaqa narsa bo'lyapti-da. Bu yerda bunaqa narsa bo'lyapti. Ular gumondor shaxs deb politsiya tan olmayapti-da. Politsiyaga ular ishontirganda, mana shu yerda osilgan turganda biz yechib olib bordik. Biz ana skoriga telefon qilganimizda, skoriga adresini ayta olmaganimiz uchun o'zimiz ko'tarib, o'zimiz olib ketdik degandan keyin ular ham qarayapti, migrant kamiga bular ariza yozmayapti hech qaysi. Bizga ham bosh og'riq kerakmi deyapti-da, yopmoqchi bo'lib tergovga qadar jarayonni olib boryapti surishtiruv ishi. Faqatgina Sherzod og'zidagi gapni eshityapti, Sirojning og'zidagi gapni eshityapti, yopib boryapti ishni, tushunyapsizmi? Opajon, Sirdaryodamisiz opa? Sirdaryodamisiz? Ha, Sirdaryoda. Opajon, men siz bilan bitta ko'rishay, qo'qonlikmi, meni taniysizmi yo'qmi, o'zimni tanishtiraverib kirib. Men Zelionida savdo qilardim, Valichuylarda oldida tanisangiz. Bilan kiyim sotardik. Hozirda men Fedya Maroshkani oldida do'kondaman. Men siz bilan bitta ko'rishay. Xudo xolasa hozir Koreyadaman, borganimda ko'rishamiz. Koreyadamisiz? Siz Sirdaryoga qachon kelasiz? Jon opa, meni balki sizga yordamim tegib qolar. Xudo xolasa. Firuz Xudo opa, xolasa boramiz. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Firuz opa, qarang, men bitta narsa hozir nima qildim. Bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. Kelgusi videorolikda ko'rishgunga sog' bo'ling, salomat bo'ling.